Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Sezon boshlandi. Gazabloylar уже egalariga jo'natishni boshladik. 1200 zakaz qilishgan. O'z egalariga jo'natyapmiz mana paddonlangan holatda. G'ishlar 90% qurigan. Mana bu yoqda ham mana ko'rishingiz mumkin. Вообще zo'r holatda hammasi, razmerlar standart. Hop, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lyapti. Mana shu ko'rib turgan gazabloylarga va palistrabloylarga 15 fevralgacha skidga qildik. 18 ming so'mdan yetkazib berardik Farg'ona ichiga. Shu gazabloylar hozir 4-5 mingta bor. Ulgurib olinglar. Sezon boshlandi. Shu bilan o'sha martga chiqib 15 kun 1 oylik zakaz bo'lib ketadi. Har yili shunaqa bo'ladi. 17 ming so'mdan Farg'ona ichiga dastavka qilib beramiz. Plotnosti 600 markada, Yasin sementlarda quyilgan. O'ta qattiq holatda, buni qo'l bilan ezib bo'lmaydi. Mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Вообще zo'r holatda turibdi. Mana ichkarilarda ham bor. Mana ichkarilarda. Mana bu yerlarda ustilari yopilgan. Mana gazabloylar. Hop, bu yoqda mana palistrabloylarimiz ham bor. 1000 tadan ortiq, buni 1000 tasiga zakaz berilgan. Bu palistrabloyimiz ham 22 ming so'mdan dastavka qilib beramiz. Farg'ona ichiga shu 15 fevralgacha. Nimaga hozir skidga desalaring? Hozir hamma biladi, sementlar narxi tushgan. Shuni hisobiga arzonroq chiqyapti. Ertaga уже qurilish boshlandi, sementlar, hamma narsaning narxi ko'tariladi, avtomatik iloji yo'q. Shunga kim qurilish qilmoqchi bo'lsa, hozirdan harakatlaring qilib olib qo'ysalaring, hech kim ziyon qilmaydi. Bu gazabloylar, qor, yomg'ir umuman qo'rqmaydi. Mana tashqariga terib bersangiz ham mana tashqarida mana braklar отдельный olib taxlanadi mana shu chekkaga. Uchgani, razmeri chiqmagani, singani bo'lni mana shu chekkalarga taxlanadi. Paddonlarga hammasi butun gazabloy qo'yiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Birorta uchgani, sinig'i qo'yilmaydi. Paddonlarimiz 40 tadan bo'ladi. Og'irliklariga kelsak, bular og'irligi 25 kg tashkil etadi. 10,5 kg sementi bor har bittasida. 12 kg qumi bor va o'zini o'sha ximikatlari, fibra volokno qo'shiladi. Xo'p, bunimiz sushilkamiz bo'ladi. Birinchi sushilkamiz. Bundan chiqib mana shu avtomat reska yordamida kesiladi. Bunimiz avtomat reski o'rtasini va tevasini olib beradi. Mana bu asosiy sushilkamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, parda. Mana shu 12 soat gazabloylar pishib 80% qurib chiqadi gazabloylarimiz. Kimga mana shunaqa sifatli gazabloy, palistrabloy kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib beramiz. O'sha 15 fevralgacha 17 ming so'm gazabloyimiz, dastavkasi bepul. 22 ming so'm palistrabloyimizni olib borib beramiz 100 gacha.